Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Xitoy Urumchida alohida yig'in ochib, talon-taroj siyosatini ta'kidladi. Xitoy Tabiiy boylik ministerligi 12 noyabr Urumchida atalmış bir ministerlik ikki idoraning Şinjanga yordam berish xizmati nomida maxsus yig'in ochib, Sharq Turkistondagi strategiyalik qazilma boyliqlarni chorlashni tezlatishni ta'kidladi. Xitoy tashviqot organi Tangritog' Do'rining aloqador xabarida bildirilishicha, mazkur yig'inga qo'rchoq amaldor Erkin Tuniyaz riyosatchilik qilgan bo'lib, Xitoy Tabiiy boylik ministri, muavin ministri va Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlar diviziya amaldorlari qatnashgan. Xitoy Tabiiy boylik ministri Guan Jiao yig'inda so'z qilib, atalmış Şinjanga nishonliq yordam berish siyosatining Xi Jinping va Xitoy Kompartiya o'tirg'i qo'ygan muhim siyosiy vazifa ekanligini, yangi boshlanish nuqtasida atalmış Uyg'ur avtonom rayoniga yirik plan orqali yordam berishni kuchaytirib, Sharq Turkistonning strategiyalik qazilma boyliqlarini chorlashni tezlatadiganligini, atalmış ixtisosliklar orqali yordam berishni kuchaytiradiganligini da'vo qilgan. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining yangi ijrochisi Chin Shaojangmi so'z qilib, geologiyalik chorlashni yuqori salmoqda olg'a siljitib, Xitoy rejimining zamin bo'shliqi yirik planini yaxshi ishlaydiganligi, atalmış yordam berayotgan kadrlar ixtisosliklarga mulozimat qilish kapolatini yaxshi ishlaydiganligi haqida jar solgan. Xitoy amaldorlarining pardozlangan bu iboralari amaliyotda Xitoyning Sharq Turkistondagi tabiiy boyliqlarni texmo keng ko'lamda pulang-talang qilish, Xitoy oqqullarini ixtisosliklar nomida turkumlab Sharq Turkistonga yerlashtirish jinoyatlarini davomli kuchaytirganligiga ishorat qilmoqda. Xitoyning chorlash, burg'ulashni zo'r darajada kuchaytirishi, tezlatishi natijasida navbatda Sharq Turkistonning har qaysi joylarida turli qazilma boyliq zapisi orqa-orqadan boyqilayotgan bo'lib, tabiiy boyliqlarni talon-taroj qilib, Xitoy o'lkalariga to'shish misli ko'rilmagan darajada davomlashmoqda. Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni Turk islom dunyosiga tunishtirildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesining o'quvchilar klubi bo'lgan Ideal qonun klubining tashkillashi va boshqa o'nlagan o'quvchilar klubining qo'llashi bilan 12 noyabr kechda Erzincan muftiyligining yig'in zalida Sharq Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlash murosimi o'tkazildi. Faoliyatga Istiqlol televiziyasi Turkcha bo'limi mas'uli Muhammad Ali Atayurt taklif bilan qatnashib, ikki qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilish taraqqiyoti va yiqilishiga aloqador tarixiy tafsilotlarni va navbatda Xitoyning Sharq Turkistonda to'xtovsiz davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tafsiliy tunishtirdi. Faoliyatda yana Sharq Turkistonga atalgan bir necha she'r o'qilgandan sirt, o'quvchilar klubi raisi so'z qilib, Sharq Turkiston da'vosi uchun Turkiyadagi yoshlarning nimalarni qila oladiganligi haqida to'xtaldi. Oxirida Erzincan muavin muftisi Muhammad Ali Atayurtga hadiya taqdim qildi. O'xshash kunda yana Istiqlol televiziyasi mudiri Abdulvaris Abdulxoliq arab tilidagi Kanal 9ning Sharq Turkiston Cumhuriyet kuniga atalgan suhbat programmasiga qatnashib, bu alohida kunning tarixiy orqa ko'rinishi, Xitoyning navbatda Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida tafsiliy to'xtaldi va islom dunyosining Sharq Turkiston masalasidagi mas'uliyatini eskartdi. Yaponiya bosh vaziri almashib, uzun o'tmay Yaponiya-Xitoy munosabati yiriklashdi. Yaponiyaning yangi bosh vaziri Takaichi Sanai vazifaga o'ldirib bir necha hafta o'tibla, uning Tayvanga aloqador bayonlari va bir Xitoy konsulining chekdan oshgan tahdid xarakterlik so'zlari ikki taraf munosabatini qaytadan yiriklashtirdi. Xitoyga qattiq qo'lligi bilan to'nilgan yangi bosh vazir Takaichi Sanai vazifaga o'ltirib, uzun o'tmay Xitoyni bearam qilishga boshlagan bo'lib, Yaponiyaning mudofaa xomchotini oshiradiganligini ta'kidlagandan sirt, Xi Jinping bilan oldingi oyning oxiri Koreyada ko'rishganda Sharq Turkistonni tilga olgan edi. U 7 noyabr yana parlamentda Tayvan masalasini o'tirg'i qo'yib, Tayvanga biror ish bo'lib qolsa, Yaponiyaga hayot-mamotlik xavf keladiganligini aytdi. Uning bu bayonlaridan qattiq bearam bo'lgan Xitoyning tashqi ishlar ministrligi elchisi buningga norozilik bildirgandan sirt, Xitoyning Yaponiyadagi bir konsulining tahdid aralashgan hakavrlarcha so'zlari Yaponiyada kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi.
Xitoyning Osakada turishliq bosh konsuli Shojian Yaponiya bosh vazirining Tayvanga aloqador bayonlaridan keyinla X hisobida o'zbeshimchilik bilan besib kirgan maynat boshni ikkilanmasdan kesib tashlash kerak deb hakavrlarcha bildirilgan. Gerçi o qisqa vaqtdan keyin bu yozmasini o'chirib olgan bo'lsa-mu, Yaponiya jamiyati va siyosiy sahnasida kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Yaponiya taraf Xitoy elchisini jiddiy chaqirtib, bu masala haqida tushuncha berishni talab qilgan bo'lsa, Xitoymo Beyjingda Yaponiyaning bosh elchisini chaqirtib, Osaka bosh konsulining bayonlariga tushuncha bermasdan, aksicha Yaponiya bosh vazirining Tayvan haqidagi so'zlarini aybladi. Növətdə Xitayning Osaka baş konsuli Shojianning so'zlari Yaponiyada qattiq norozilik qo'zg'agan bo'lib, hokimiyat beshidagi Liberal Demokratlar partiyasi jiddiy qaror ma'qullab, Yaponiya hukumatidan Shojianni Yaponiyadan qo'g'lab chiqarishni talab qildi. Bir qism mutaxassislar kelgusida Xitoy-Yaponiya munosabatining texmo jiddiy bo'lishi mumkinligini, chunki bosh vazir Takaichi Sanaining Amerika bilan ittifoqlashish, Xitoyga qarshi turish pozitsiyasini ochiq-oshkora ifodalayotganligini ta'kidlamoqda. Har qaysi davlatlar Turkiyaga ta'ziya bildirdi. Azerbayjondan Turkiyaga qarab uchgan C-130 tipli yuk aeroplani Azerbayjon Gruziya chegarasiga yaqin joyda tushib ketdi. Turkiya Mudofaa ministrligi seshanba kuni Gruziyada bir Turkiya harbiy yuk aeroplanining tushib ketishi natijasida 20 askarning shahid bo'lganligini bildirdi. Ministrlik hayotidan ayrilgan 20 askarning ismlarini oshkorladi. Ammo voqeaning sababi hozircha aniq emas ekan. Bu fojiadan keyin nurg'un davlatlar va xalqaro rahbarlar Turkiyaga ta'ziya bildirdi. Ministrlik e'lon qilgan bayonotida harbiy transport aeroplanining qoldiqlarini izlash, qutqizish va tushib ketish sababini tekshirish xizmatlari atgan soat 6:30 da Gruziya doiralari bilan moslashgan holda boshlandi, dedi. Turkiya Davlat Mudofaa ministrligining xabariga qaraganda, aeroplanda uchuvchi xodimlarini qo'shganda jami 20 kishi bor bo'lib, voqeadan keyin izlash qutqizish xizmatlari davom qilmoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.